Xabaringlar bor, hozirda Gentra avtomobil ishlab chiqarishdan to'xtagan, lekin men sizlar uchun yurmagandan 0 probegidan topib qo'ydim. Mana mashinamiz. Mana bu ustidagi changlari, o'zini changlari haydalmay yotibdi. Mashinamizni yili 2023-yil ekan, 2024-yilda salondan olib chiqilgan ekan. Eng full pozitsiyada avtomat. Luklari bor. Mana ko'rib turibsizlar, ABSlargacha hamma narsasi bor. Egalari sotaveraman, haydashga odam yo'q, quruqdan quruq chang bosib turibdi deganlar uchun mashinamiz sotuvga qo'yilyapti. Mana salafalda o'ziniki. Mashinamiz tayyorlanmagan, haqqoniy 0 probegida. Mana ko'rsataman. Maytfonlari ham qo'yilmagan ekan. Mashina birinchi qo'l. Shoh spravkalar bilan turibdi ekan. Salonni hidi hali ham ketmagan. Arqa salonlarini ko'rsataman. Mashinamiz probegi 200 km bor yo'g'i masofani bosib o'tgan ekan. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatida turibdi mana. Mana bu brezgovlari ham qo'yilmagan mana. Kitobchalari bagaj holatida. Baribir yangi-yangida baribir. Mashinamizga $18,000 so'rashyapti. Yana naqd pul olib kelib, o'zlarining savdolashib, kelishtirib olsanglar bo'ladi. Yana o'tib beraman dedilar.